Assalamu alaykum. Hörmetli qarindoshlar. Qanday ahvolingiz bilan tunalar? Mau naq maydon programmasi to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi? Men bir qarab o'tay qarindoshlar. Chunki bu programmani uzoq bo'lgan ishlatmagili. Uning uchun bir xatolik bo'lmasin dedim. Qanday deysizlar? Tamam. İnşallah xatolik chiqmas deb o'ylayman. Şuna bilan qarindoshlar, bugun har birlar bilan mushu bizning yangidan her birlik sunganmış Qara Altın turbetimiz haqida azroq bir tushuncha beray deb bu programmani qilib o'tdim qarindoshlar. Mana har birlar ko'rgandek bizning turbetimiz Qara Altın Qara Altın deb ism berdik. Buni Qara Altın deyishimizga maqsad, Qara Altın degan mening vatanda bir ishlatgan markamdi. Bu Qara Altın degan bizning qarmay neftligiga simol qilindi. Onun uchun bu Qara Altın degan ishlatgan 25 yillik markam bo'lganligi uchun bu turbetning ismini shu Qara Altın degan ismda shunday qo'llandim. Endi bizning bu turbetimizning asosli alayligi har birini ko'rganda qarindoshlar, biz asosliq mushu o'zimizning filmlarni asos qilamiz. Ko'rganinglardek yaqin oyog'i biz o'tgan yil 9-oydan boshlab qaytish, ya'ni vatanga berib kelayotganlar uchun qaytish degan filmni ishildik. Andan keyin uning oxirgi ulaplam bu yilning 5-ida Jasusning iztirofi degan filmni ishlagan bo'ldik. Endi bu turbetni qurib, turbetda bu o'zimizning filmlardan boshqa vatanimizda ovoz bergan kartun filmlar asosliq balkim vatanda uzun yil bo'lib ketgan bu 10-20 yildan ishib ketgan kartun filmlar mening bilishimcha, masalan, Rambo deymiz, He-Man deymiz, andan keyin mau Yeshuninki, andan keyin mau yana Qishir podshoh. Endi bolalarimizning chet elda shunda ana tilini unutib qolmasligi. Endi bu filmlar, bu kartun filmlar qarindoshlar, yana bizning suzuktilgan nusxasi. Ya'ni suzuktilgan nusxasini nima qilgan bo'ldik? Ya'ni texnik shaklda buni suzuklatib, andan keyin bu turbetimizga qo'ydik. Ya'ni suzuklik darajasi 4K darajali qarindoshlar. YouTube'larda bor, ama YouTube'lardakining surat sifati biroz tuvanroq. Onun uchun biz texnik usullar bilan buni darajasini 4K ga ko'tarib turib, turbetimizga qo'ygan bo'ldik qarindoshlar. Ama ishlagan filmlarimizning asos jihatdan shu. Lekin hozir biz qo'yayotgan filmlarmi, masalan, mau Hindistonning filmlari bor, Koreyaning filmi bor, vatanning bir filmi bor. Bu yerda bu filmlarmi suzuklik darajasi yaxshi, ya'ni yuqori qilingan shaklda qo'yilgan filmlar. Endi nima uchun bundaq shaklda bir film nimani qilib qoldik degan vaqtida qarindoshlar, biz o'tgan 4 yilning oldida hammaning xabari bor, xo'rlangan vijdon deb vatanimizning vaziyati irqiy qirg'inchilikda tasvirlangan bir qisqa bir filmdan birini qo'ygandik. Andan keyin qon degan Xitoyning mollarini elib setib shuni iste'mol qilayotgan Uyg'urlarimizga ogohlantirish uchun qon degan bir 3 minutlik qisqa filmni ishladik. Undan keyin o'tgan yil 9-oyda deganimda qaytish degan vatanga berib kelayotganlar adab qolganligi uchun Xitoyning bu siyosatiga aldanmaslik uchun bu qaytish degan filmni ishlagan bo'ldik. Endi undan keyin Jasusning iztirofi deb jasuslikqa zo'rlanayotgan, Xitoyning jasuslikqa qanday undaydigan, zo'rlaydigan taktik usullarini
chiqish nuqtasi qilgan şekilde Casusning ızdırabı deb bu filmni ishlagan bo'ldik qarindoshlar. İnşallah hozir Casusning ızdirabining birinchi qismini qo'ydik. İnşallah o'sha oyning oxiri yoki kelasi oyning 5-gacha biz ikkinchi qismini qo'yamiz. Endi biz bu filmlarimizni mush muajiratga qarindoshlarimizning bizni qo'llab-quvvatlashi, bizga moddiy, ma'naviy jihatdan destek berishi, bizning mushunga o'xshagan o'zimizning muajirat hayotidagi siyosiy va ijtimoiy masalalarimizni film shaklida ishlashimiz, va bu film shaklida ishlash bilanlam maqsadimiz ishlashdiki, bu birsiga o'zimizning xalqiga Xitoyning ba'zi bir razilliklarini film orqali ko'rsatishga tirishish. Yana birisiga, o'zimiz shu g'arb ellarida yashayotimiz ko'pinchamiz qarindoshlar. G'arb ellərdəki yerli xalq olsun, mayli siyosatchilarga olsun, biz vatanimizning zulmini, biz vatandan dalil isbotlarni ko'tarib chiqolmaymiz. Vatandagilar bizga unda dalil isbotlarni ta'minlab berolmaydi. Ammo biz anglaganimiz, ko'rganimiz va biz bilib turayotgan ishlarni biz film shaklida anglata olamiz. Bu imkoniyatimiz qo'limizda bor qarindoshlar. Uning uchun mushu imkoniyatimizdan foydalanib biz o'zimizning mushu bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni film shaklida dunyoga anglitishda bir asosi bo'larmiki degan nuqtadan chiqish qilib qisqa film shaklida qildik. Yana bir nuqtadan bo'lsa deganda vatanimizda uzun yillab ketdi. Vatandan sirtqa ketgan qarindoshlarimiz oldimizga 30 yil, keynimizga 5-10 yil bo'lib qoldi. Uningdan sirt vatan sirtida nurg'un farzandlarimiz tug'ildi, cho'ng'ilayotidi, yetishyotidi. Ammo ular vatandagi zulmni bizning og'zimizdan angladi, lekin ko'midi, his qilmadi. Buning uchun biz mushundaq filmlarimizni o'zimizning ona tilidan boshqa yana buni chet el tillarda yoziq shaklida astaga tarjimasini yozyapmiz qarindoshlar. Ammo o'zimizning avlodlarga, bolalarga bo'lsin Xitoydek dushmanni ko'z oldiga keltiradigan ba'zi bir imkoniyatimiz yetgan realliklarni bularga ko'rsatib berishga tirishishimiz kerak. Chunki bularmi cho'ng'iladi, bularmi ertaga vatanni eslaydi, vatandagi dushmanning qanday ekanligini, dushmanning qanday xalqiga ziyonkashlik qilganligini hozirdan boshlab tushunib menish kerak. Bizning sizlar bizdek, mendek yoshdagi ota-onalarning biz bolalarimizga qoldirib qo'ya oladigan imkoniyatimiz yetgan hozirgi qila oladigan ishlarimiz mushu deb o'ylayman. Uning uchun qo'limizdan kelgan shaklda biz tirishchilikni ko'rsatdik. Balkim saviyamizning tuvanligi, bu filmga chiqayotgan qarindoshlarimizning hammasi ishdan sirt fidokorlik bilan qilayotgan qarindoshlar. Hech qaysimiz kasbiy emas, ammo shunchalik nimamizga qaramay ancha-muncha bir tirishchilik ko'rsatdik. Mushu rolga chiqayotgan yosh ini-singillarimiz Xitoydan qo'rqmaganligi uchun rolga chiqa oldi. Xitoydan qo'rqqanlar o'zinglar bilasizlar, hattoki bu filmlarimizni ko'rishga jur'at qilolmayapti. Demak, Xitoydan qo'rqib yashaydiganlar qo'rqib yashayveradi qarindoshlar. Vatani uchun fidokorlik ko'rsatadiganlar o'zining fidokorligini ko'rsatib mengayveradi qarindoshlar. Har kim o'zining qo'lidan kelganini, imkoniyati yetganini qiladi va shuningdan javob berdi. Uning uchun biz imkoniyatimiz yetganini, qo'limizdan kelganini qildik. Hamda yana bir qarindoshlarimiz qiynalayotgan narsa, hamda buni pulli qilgandan keyin pulni urib, pulni olmasak ko'ranmaydi ekanmiz dedik. Buning oylik ko'rish haqqini 5 yevro bekitib qo'ydik. 5 yevro. 5 yevro pul degan mau Yevropada bir qop tamaki yemaydi chekadiganlar uchun. Bir vaqt tomoq yemaydi qarindoshlar. Yani tüm pul hamda bu. Anandan keyin yilligini 50 yevro bekitib qo'ydik. Qo'ydik yillik to'lab o'tgan qarindoshlarimizga. Biz hamda buning uchun yangi filmlarni o'zimizning filmdan boshqa suzliklar yo'q bo'lgan, mazmuni yaxshi bo'lgan, tarbiya ahamiyati bo'lgan, mayli farzandlarimiz uchun, mayli cho'nglar uchun muvofiq keladigan filmlarni kanalimizga qo'yishni davomlashtiramiz. Kanalimizning ortiqchiligi avval deganimdek o'zimizning filmlar bilan birga, ya'ni suzuk degan ko'rish
derejesi inayet iniqlik derejesi ýokary bolgan filmlerni goýup maňymyz garyndaşlar. Şonuň üçin endi bununda garyndaşlarymys ewel tizim galdyrdy. Tizim galdyryş detallaryny biz görüş nimesini ýollap goýgan boldyk videosyny. Eger onuň ýene bilenmeýän bolsaňlar bizge WhatsAppdan uçur kylyp sorsaňlar boldy. İmkaniýetimiz ýetişýär, wagtymyz ýetişýär sizlerniň sualaňyza jogap berişge tirişimiz. Çünki bununla tizim tip kirişde ilhat adresini anın keyinden ilhat adresiniň mähfi şifre bolmasyn bolady. Fakat muşununla üzanlar insanlyda kaldygan bir mähfi şifre bilen ulunup kirdigan mähfi şifreni şunu işletseňler bolady. Ama ilhat adresini kollanışdaki maksat çokum bir huda bir isim tizimligi bolsun diýen şekilde şu ilhatni talap kılandı bu torbetke tizimdişde. Anandan keyin tizim tip kirmez garyndaşlar. Tizim tip kirgendik kim bizning miýege äsläriniň aşy tizim tip bolgandan keyin bu tizimde aldyňyz ýa-ki iptal boldyňyz ýa-ki ret edildiňiz diýen uçur çykydy garyndaşlar. Tizimlatgan ilhat adresiniňi esaňlyda çoň tutup bilip, mähfi şifrany çoň tutup bilip, ýa-ni kirişge kirip şu ilhat adresi bilen mähfi şifrany işletseňler normal kireleýsizler. Eger başgaça bir tehniklik sebäp mesele körülip galan bolsa, bizden aşağıda WhatsApp alaklaş WhatsApp numaralarımız var. WhatsApp numara arkaly bevasita alaklaşsaňlar boldy. Anandan keyin garyndaşlar başga ýana başga bunaga dair meseleler bolsa, ýana aýrym uçurkyp sorsaňlar bolady. Bir şekilde de sualaňlarga jogap berişge tirişimiz. Hemde apem diýenimdek imkaniýetimizden yetkinçe, güçümizden yetkinçe ýaxşy gyrışyk tirişip atymyz. Bizde kemçilikler, sevellikler we ýa-ki tehniklik meseleler körüşi mümkin ama onu kıska müddet içinde hal kılışyk tirişimiz garyndaşlar. Şoňa her bir raňynyň gollap gowwatlap berişini, ýeňi filmlerimizden tez müddet çykyş üçin maddi manevi jihetden destek bolşaňyzy soraýman. Çünki bu iş üsanly bilisler hemde hysat bilen maňylaga iş, wagt bilen bulaga iş. Onuň üçin bununla her bir garyndaşlarymyzyň jyk emas, bizge pekat aýda 5 eurolukla äza bolap berseňizden bolady. Onundan jykynymy talap kılmaýmyz. Pekatlam muşu filmlerimizden wagt-wagtyda roýapga çykyş üçin her birleriniň ýani imkaniýeti ýar bergen garyndaşlarymyzyň jyma muşuny köýgen bilgen garyndaşlarymyzyň bizni düşüngen, düşünedigen garyndaşlarymyzyň muşu imkaniýeti ýar bergen şekilde goýuşdy. Ýar bermegen garyndaşlarymyzdan işoňa nime iş berelimi diýen garyndaşlarymga şunu tewsiýe kylmam. Muşu bizniň filmimizden ilan uçurlary bolsun. Men her güni WhatsApp toplagy awatip ataman, Facebook'laga awatip ataman, Twitter'a awatip ataman, üzemizden başga uçur wasitalaryny hemsiňe awatip ataman. Ýolugyp galan wagtda şunu taň ortaklaşyp takdyş basalmy. Şomu biz üçin galan ýardamaňlar bolady. Öyle garyndaşlar, men gepni uzatmay, 10 neçe minut ulap gitipdi. Eger gepim takdy kulap goýan bolsa, togry ýerine kabul kılan hataýalar gep galsyn. Şonuň şekilde hemde galan meseleler bolsa ýana biz maňgaç ýana diýişimiz bugün muşu Qaraltyn törbet hakynda kysgaça müşünçek maglumat berişini laýyk gördüm. Hemmäňize rahmat. Allaha emanet bolun.